Xo'sh. Bugun men 30 yoshni qarshi oldim. Bilmadim bu kammi, ko'pmi, lekin bu yoshgacha ko'rganlarim aniq kam emas. Bu videoni esa o'zim uchun yozdim. Ya'ni kelajakdagi 30 yildan keyingi o'zimga. Oilangga gulhayo bo'lib tug'ilding. Otang uchun esa to'mpilcha eding. Onang uchun dumcha bo'lding. Bog'chada oddiygina gulhayo, maktabda esa sinfkom gulhayo, kollejda esa ha demay turmushga chiqib ketadigan gulhayo deyishdi. Bilaman, maktab yillaring oson bo'lmadi. Umuman olganda yoshliging, bolalik yillaring oson bo'lmagan. Senga faqat o'zing ishongansan. To'g'ri, juda yosh oila qurding. Xatolari bo'ldi, lekin ishon, bularni hammasini sen yengib o'tding. 30 yoshinggacha ancha insonlar bilan tanishding va shu qatorda anchalari bilan ham xayrlashding. Bilaman, hozir meni ko'zlaringda yosh bilan tomosha qilyapsan. Chunki ishonamanki, qalbing o'sha. Hozir meni qanday ahvolda, qaysi yoshda, qayerda ko'ryapsan bilmadim-u. Lekin 30 yoshingda o'z oyoqlarida turgan, hamma narsaga avvalo Alloh, keyin esa mehnatlaring bilan erishgan gulisan. Esingdami? Bolaligimizda doim orzularimiz haqida gapirganimizda atrofimizdagilar, hatto eng yaqinlarimiz ham kulishardi. 30 yoshinggacha o'sha bolalikdagi orzularing 90% ushaldi. Lekin endi orzularing va maqsadlaring haqida hech kimga aytmay qo'ydik. Oldin bitta gapirib, bitta kulaydigan guli edim. O'sha gap o'zgardim. Balkim o'zgarishga harakat qilyapman. Hozir seni chiroyli oilang, 2 nafar jondan aziz o'g'il farzandlaring, seni sevuvchi turmush o'rtog'ing bor. Ota-onang, opang va akang ham sog'-omon. Umid qilamanki, bu videoni ko'rayotganingda ham ular sog'-omon bo'lishadi. Balkim o'zing xohlaganday yana bitta o'g'ilcha va egizak qizlaring ham bordir. Agar bo'lmasa, senga shu niyatimiz haqida ham eslatib o'tmoqchi edim. 30 yoshingda sen Amerikada yashayapsan. Bu yerga kelganimizga hali ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, o'z o'rning va anchagina narsalar orttirding. Hozir qayerda yashayapsan bilmadim, lekin ani xayollarimizdagi o'zimiz orzu qilgan hayotda yashayapsan. Bunga men ishonaman albatta. Senga yana bir savolim bor. Biz baxtli bo'ldikmi? O'zimiz xohlaganday, o'zimiz orzu qilganday yashadikmi?